kuni kecha o'g'irlik bo'lgan. Ushbu videoni ko'pchilikka yetib borib, shu insofsiz o'g'rilar topilishi uchun o'z hissalarini qo'shasizlar degan umiddaman. Tepadagi videoni ko'rib turibsizlar. Shu o'rinda bitta foydali ma'lumot aytib o'tib ketaman. Mana Marg'ilon shahar sanoat kollejida ko'pchilik o'qigan biladi. Hozir 2-sonli Politexnika universitetimi, kollejimi bo'lib qoldi. Shu joyda mana yaqin 10 yildan beri shu kolodus qoppog'i yo'q. Bu joyda o'qiganlar izohlarga yozib ketinglar, aniq deb to'g'ri, aniq 10 yildan ham oshiq shekilli. Endi bunga moslama qilib, ariq grant suvi to'lgan vaqtida chiqib ketish uchun xod qilib qo'yilgan. Bu yoq ariq oqib ketadi bu suv. Shuncha paytdan beri chiqaraman deb o'ylardim, keyin endi to'g'ri kelmasib har xil tomonini o'yladim. Keyin bir kun mahalladan kiryapsam shu joydan. Itlar kechasi shu joydan suv ichib turibdi. Kechasi ichyapti. Bu joyda daydi itlar yuradi, kechasi bemalol suvni ichishyapti mana shu yerdan. Keyin kechasi suv o'chgan vaqtida suv bosimi pastga tushib ketyapti. Pastga tushib natijada mahallaga, ya'ni aholiga suv tarqashiga sababchi bo'lyapti. Bu bilasizlar, itlar, har xil hayvonlar ichgan suvlar inson hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bu joy ham o'zi ham juda toza emas, mana ko'rib turibsizlar. Endi bu bitta odamning qo'lidan keladigan ish emas. Hammamiz birlashib like bosib, kommentariy yozaylik, ko'pchilikka yetib borsin. Shu narsalar bartaraf qilsin. Birinchi o'rinda tepada videoda ko'rib turgan o'g'rilarning topilishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Hammaga rahmat. Bugun Marg'ilonda mana yomg'ir aralash qor yog'yapti.